Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Golland tili grammatik dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugün 48-ci dərs pütken kelgüsü zaman, yəni voltooide tegenwoordig toekomende tijd. Bunun latince atılışı futurum exactum deb atıldı. Bu xil zaman şəkli Golland tildə bək köp işlətilməydigan, sal bir təsirli zaman şəkli bolğaçqa, şun bu dərsini sal keyingi alıb qoyğan. Yani kelgüsü pütken zaman. Yani bu degandek bu xil zaman şekli bek köp işletilip ketmeydi. Bu xil zaman şeklinin şu en mühim işletiş alaydı ki kelgüsüde biz yüz berishni xalıgan, yüz berip bolışı kerek bolğan ahvalını təsvirləyəndə işletimiz. Mesela bir dep qoyumuz, men bir yıldan keyin diplomumni ap bolğan boluman. Mening yoki 5 yıldan keyin çoğun bir mashinam bolğan boludu. deb tixi yüz bermedi. Lekin biz bir plan qilib, arzu qilib, kelgusida mushta nishonga yetime 5 yildan keyin bunday ishni qilib bo'lgan bo'laman deb tixi yüz bermagan ishni qallamizda xiyol qilib, tasavvur qilib, yüz berishini umid qilgan, yüz berib bo'lish kerakmish ish deb bir plan qilgan bir ahvolni tasvirlaganda ishlatamiz. Buning formulasi shu, ya'ni sizlar buni o'rgangan kelgusi zamonda Golland tilida normal kelgusi odatdagi zamonni ifodalaydigan eng muhim bir yordamchi fe'l zulindi. Şun bu xil zaman şəklində zulün hər vaqt keladi. Yani kelgusi pütken zaman bo'lganligi uchun, ya'ni pütken zamanda Golland tilida haben andan voltooide yoki sein voltooide keladi. Şun u yana keladi. Yani qisqasi bu kelgusi zaman bilan pütken zamanning birikmasi bo'ladi. Yani bunun formulasi şuna ik zal haben andan voltooide deyiladi. Mesela bunu fe'llar bilan misol, yani wij zullen zijn gegaan, jullie zullen zijn gegaan. Yani formulasi shu. Endi buni amaliy misollar bilan ko'rib chiqaylik. Shundan keyin inshaalloh sizlarga texmo ochiq bo'lg'isi. Yani bu xil zaman shaklini bayaq dediqamizmi, kelgusida yüz bermagan. Lekin biz yüzürüp bo'skan deb umid qilgan jumlalar ishlatamiz. Mesela misol qarasanglar, voordat je aankomt zal zij al naar huis zijn gegaan. Yani siz kelishdan burun u uyga ketib bo'lgan bo'ladi. Yani hozir bu yerda kelgusida siz u qarshi taraf kelmadi. Ularni umi uyga ketmadi. Har ikki ish harakat yuz bermadi. Lekin biz işte plan qilib ümid qilib yani siz kelishdan burun uyga ketib bo'lgan bo'ladi. Siz kelishdan burun uyga ketib bo'ladi deb. Yani tixi yüz bermagan, lekin biz yüz berishini umid qilgan, plan qilgan mushta ishlarga. Schon voordat je aankomt, zal zij al naar huis zijn gegaan. Ikkinchi jumla, morgen om deze tijd zullen we de resultaten ontvangen hebben. Yani erta bu vaqtda biz natijani topshirib olgan bo'lamiz. Yani erta kelmadi, natijani topshirib olmadik, lekin biz hozir ishda umid qilyapmiz. Erta bu vaqtda biz natijani topshirib olgan bo'lamiz debchi. Plan qilyapmiz, umid qilyapmiz, shu mushta ahvolida zullen we de resultaten ontvangen hebben. Mush keyinidagi jumla hozir yana kelgusi pütken zaman ifodalanyapti. Yani masalan, we zullen de film gezien hebben voor we gaan slapen. Uxlashdan burun filmni ko'rib bo'lgan bo'lamiz. Uxlamadik, filmni ko'rmadik, bu ish harakat yuz bermadi, lekin işte plan qilyapmiz. Uxlashdan burun filmni ko'rib bo'lib, ondan uxlaymiz deb plan qildik. Shu hozir men yerda işte ifodalayapmiz. Yani uxlashdan burun biz filmni ko'rib bo'lgan bo'lamiz deb. Yani cümle mesela volgende week zullen we bij de tandarts zijn geweest. Yani keyingi hafta biz tish doktoriga borib bo'lgan bo'lamiz. Yani keyingi hafta tish kelmadi. Tish doktoriga tish bormadik, lekin ko'rishmani qilib qo'ydik. Mesela oldimizga seshanba kuni soat manchida deb tish doktori bilan butun planni tuzib qo'ydik. Hozir endi işte umid qilib, plan qilib, keyingi hafta tish doktoriga borib bo'lgan bo'lamiz deb umid plan qilyapmiz. Shunga volgende week zullen we bij tandarts zijn geweest. En jen een aardige jumla. Geen zorg maken, wij zullen het hele huis schoongemaakt hebben voordat het suikerfeest komt. Yani, xatirjam bo'ling, ro'za kelishdan burun butun uylarni tozalab bo'lgan bo'lamiz deb. Endi ro'za kelmadi.
Öğlenim tazlamadık. Lekin yanılan plan ümit kılatımız. Kirişten burun öğleni tazlap bolamayız depçu. Yani kısıkça müşta şekillerde. Yani biz kelgüsü yüz vermegen. Lekin biz plan kılgan, yüz berişini ümit kılgan, kılımen dep plan kılgan, işenç kılgan şunda iş hareketlerini ifadeleyen vakitte müşta kelgüsü bütken zaman şeklini ifadeleyimiz. Lekin bu şekil bek çıkışıltılıp ketmeydi. Lekin bu dersini anlagandan keyin inşallah bundan keyin kitaplarni o'qigan vaqtinglarda chiqib qolib qolsa alohida diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Ig'iz tilda ishlatishga sal vaqt ketishi mumkin. Shuningdek, masalan, bu darsni olgandan keyin darhol bunday shaklda jumla tuzamsanglar, hargiz ko'nglinglarni yerim qilib ketmanglar. Chunki bu ig'iz tildan pek ko'p ishlatilgan jumla shakli bo'lmag'achqa, shunga mush zamonlar ichida misal ta'sirroq bir zamon hukmining birisi. Andan eng muhim bir nuqta hamda bu yilqi biz kelgusi qilmoqchi bo'lgan, plan qilgan, qilaman deb orzu qilgan ishlarni ifodalaymiz emasmi? Shunga cho'qim inshaalloh deyishni unutib qolmaylik, bo'lmasa men plan qilgan bilan orzu qilgan bilan amalga oshmasligi mumkin. Ma'qul amsa, keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik, omon bo'lg'aysizlar.